Uyga yana keldik. Yana bugun kechgacha ish qilamiz qizlar. Kecha shu yerda edik. Bugun yana rosa hali ish ko'p. Mana kartinalarni ilish kerak. Kelgan yostiqlar olib keldim yenge. Hozir bularni ham qilamiz. Men pardani hali ham ilganim yo'q. Hozir odamlar har xil magazinlarga borib keldik-da endi. Mana hozir pololokadan tovuq bilan mana bunaqa narsalar oldik-da. Hozir obedlanib kelgan. Dalshi ishlarimizni qilamiz. Tak, adam mana buni tuzatdilar. Vazam sinib qopti. Tuzalarmikin bu endi? Da, endi mana hozir hamma yo'lni to'g'irlab olamiz. Men buni qanday qochishni bilmayapman, qarang. Здесь не думать надо, делать, да? Mana bunaqa kartinalarni hozir ilaman. Hozir ovqatlanib oldik-da, ovqatlangandan keyin odamcha mana shunaqa yotsa-da, uxlab, men parda olmaganim yo'q, men nerim qo'zdiryapti-da. Qo'zyapti meniki deydi. Parda kerak. O'zicha normalniy odam bo'lganda mana shuni bo'tda emas, anu in tepasiga qilish kerak-da. Pardani keyin mana shunaqa polni tushirish kerak. Men endi o'zim ko'chib kelganimdan keyin shunaqa qilaman. O'zim mana shunaqa qilgan edim-da. No, buni men o'zi qilmagan edim. Biz bu uyga olganimizda o'zi mana shunaqa edi-da. Biz to'g'irlamaganmiz. Atak mana tepasiga qilsa, polni ochilardi. Tak, voy bu ish ko'p ekan. Men o'zi bu yerda turganimda hamma aytardi. Uylaring top-toza turadi. Sanda anaqalar bormi deb tozalaydiganlaring. Hech kim yo'qmanda qizlar, men aytdim. Dashtlarni O'zbekistonda dedim, o'sha Toshkentda ko'plarda o'zini domrabochnichalari bor. Men hali ham o'zim hammasini jiyanim basenga tushyapti. Hammasini o'zim qilardim-da. Hammasini shu katta uyga kechgacha tozalardim. Undan oldingi turgan uyimiz ham katta edi. O'tda ham xuddi shu ahvol edi. Men shampanskiy qilib qo'ydim endi. Shampanskiyda meniki Gucci yozilgan. Mana, bunisi готов. Так, хорошо. Тогда buni Mamatga qilsak bo'ladi. Hozir ko'ramiz. Men endi bu biz okean yonida turganimiz uchun bu yerda Airbnb'da endi dam olishga keladiganlar olyapti-da uyga. O'shanga dam olishga kelganda mana dam olgandek bo'lsin deyapman-da. Tak, adam hozir kartinalarni but kelyaptilar. Endi bunisi yaxshiroq-da, anu katta stenka-da, bu to'g'ri kelmayapti. Qo'yaveringchi buni. Tushirib yubormay yerga dombillatib buni yana. Yerga tushib. Qotdimi? Yo, vроде бы tushadi hozir yergacha bu. Главное, anu mehmonlarni boshiga tushmasa bo'ldi. Bu amerikanistlar nimani yaxshi ko'rishadi? Anu sutga berishni yaxshi ko'radi bularcha. Tak, endi buni Mamatga qo'yamiz, ha? Bu da chiroyli turibdi qaytanga bularcha. Yaxshi bo'ldi. Mana bunaqa olib keldik. Koskadan qaranglar. Tegiga $10 skidkada ketayotgan ekan. Keyin mana har xil narsalar oldik. Voy 4 soat yo'l bo'lib ketdik qizlar. 4 soat. Chunki mamalarni qo'ydik-da. Bo'tga bo'sh bo'lib qolyapti. Mana bunaqa narsa oldik. Mana bunaqa ikkita kartina oldik. Ikkita bunaqa pardalar oldik. Mana hozir hammasini mana bunaqa oldik. Mana bunaqa oyna, mana bunaqa yana kartina oldik. Yana mana bunaqa parda Mamatga qo'yishga. Mana o'sha anaqani oshxonanikiga. Bo'tga уже ilib qo'ydik mana. Sal odam bo'lyapti endi. Men gilamni qaytarmoqchi edim, menga вообще yoqmadi. Bu pochchalar olib qo'ydilar-da. Jonim mana. Ikkita olish kerak edi. Mayli qolaversin o'shacha. Bu Airbnb uchun bo'lmasa ham bo'ladi. Tushib ketdi, blin, bir yaxshi turdi. Qani endi. Ой, вот. Как теперь лучше? Подождите. Если что, моя сестра так висела 30 минут. Ты снимаешь? Я решила, раз уж я вам помочь не могу. Yorolmasmi? Qizlar, kechgacha ish qilyapmiz. Hali ham shu yerda biz mana endi kartinalarni ilyapmiz bu xonaga. Beringlar, kartina qani? Не, Ольга, мы не хотим завтра возвращаться. Полностью charchadik. O'sha oyimni telefon qilyaptilar. O'zi oyimni ozginaga keldim ko'rishga, вообще ko'rganim yo'q. Necha kundan beri faqat mana shu uy bilan bandman qizlar. Bu Airbnb'ga topshiraman deb faqat shu uy orqasida yuribmiz endi. Mana o'sha chiroyli bo'lyapti lekin. Mama moja.
Bularni bittani anaqasi ham yo'q ekan deydi. Zilasicha qo'yish kerak. O'lmadi zilasi. Qanaqa chiqaradi? Это мне рост в жизни не дали, да? Сестренкам все хватило, а мне не хватило. Халя? Где полапала? А где круглая штучка? Не, подождите. Нет, да, а где круглая штучка? Вот эта? Не знаю. Нет, у меня. Мама такие добрался. По закону Архимеда должно быть здесь. Не, я сейчас вот вырвется, вычтет. Нужно найти, по факту. Где он? Mamatga mana mamani ilib olmasa. Endi bundan Airbnb degilar kompaniyasi o'zi tozalab ketadi. Biz tozalashimiz shart emas bu. Tak, nima qilishim kerak edi yana? Bularni уже sizlarga ko'rsatdim mana. Sochuvlar. Bunaqa. Bo'ldi bu xona. Bu yerga hali yana yostiqchalar keladi, hali ular kelmadi. Mana pardani ham ilib qo'ydik. Bu yerga cho'ta yetmayapti, rasm mayli. Mana shu ham bo'radi. Bu ertasi kuni qizlar ota-onam uyida 11:30gacha uyimda ishladik. Shu bilan keldik kechasi ertalabdan olishtalar qilib, tortini ham ertalab Sevinchga mana shunaqa berdik. Tug'ilgan kunini nishonlashga 20 yoshga to'ldi Sevinch. Bir pasda shunaqa vaqt o'tib ketibdi qizlar. 20 yoshli qizim borligiga даже ishongim ham kelmaydi. Kichkina bolalarim bilan o'shaning uchun bilaman, shu vaqt ko'p tez o'tib ketadi. O'shanga bolalar kichkina paytda to'yib olish kerak, chunki katta bo'lib o'zini hayoti bilan bo'lib ketishadi bolalar. Baxtli bo'lishsin hammamizning bolalarimiz. Biza bilan mana shu yarim kun biza bilan bo'ldi. Keyin magazinga borib, butiklarga borib kiyimlar oldik. Videoga olmabman, chunki hayolimga ham kelmabdi videoga olish. Keyin parikmaxerskiyga borib sochini kestirdik. Unda ozgina videoga oldim, hozirga ko'rsataman. Keyin shu bilan kech payt o'rtoqlari bilan hozir ketdi nishonlashga tug'ilgan kunini. Mana bu salonga kirganimizda ozgina sizlarga oldim. Sochini kesishga hech sochini kesishni xohlamadim. Men aytdim, "Sevinch, ozgina kesmasang bo'lmaydi." Ozgina kestirgan dedim. Shu bilan unaqa ko'p emas, 5 sm, 5-6 sm kesib tashladik. Zato chiroyli bo'ldi sochlari.